Hello YouTube ahli, sizlar taniydigan va tanib tashlagan men o'sha mashhur kapitan Uzebeman. Biz bugungi videomizda Sentry haqida gaplashamiz. Uning kuch, qobiliyatlari va boshqa juda ham qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'taman. Agar yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Savol: Sentry aslida kim? U xuddi Kapitan Amerika singari super askar, lekin u Kapitan Amerikadan 1000 yoki 10,000 barobar kuchli. U bemalol Thor va Supermanni yenga oladi. Sababi oddiy: u super darajada kuchli, lekin uni yenga oladiganlar talaygina. Masalan, Marvel olamidan Null, Galactus, Director Naval, Imperator Doktor Doom, Toa va boshqalar. DC olamida esa Darkseid, Spectre, Professor va boshqalar. U yaqin orada kino olamga qo'shiladi. U haqida yana bir ma'lumot: u yovuz ham emas, yaxshi ham emas. Keyin u tentak. U o'zi kimligini ham bilmaydi, lekin men uni kimligini bilaman. U Bob. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Uning ismi Bob. U ancha yillar oldin yerni kimdandir qutqargan, lekin u hammani ongidan va o'zini ongidan shu qahramonligini o'chirib yuborgan. Shu sabab u kimligini eslolmaydi. Uning kuch va qobiliyatlari: super tezlik, super chidamlilik va super kuch va boshqalar. Agar Momaqaldiroqlar filmidagi treylerni ko'rgan bo'lsangiz, u odamlarni soyaga aylantira oldi. Bu Sentry emas. Bu uning yomon tomonining qobiliyatlaridir. Uning yomon tomoni o'zidan 2 baravar kuchli. U bemalol Null bilan bemalol bir xil urusha oladi. Videomiz shulardan iborat edi va aytgancha endi hozirgi bizning maqsadimiz haqida gaplashamiz. Hozirgi bizning eng katta maqsadimiz 1000 dona obunachi. Bunga atigi 480 ta obunachi qoldi. Lekin men haliyam bilmayman. Shunaqa nega qiziqarli videoga ko'rib like bosmaysizlar yoki video yoqmaydimi? Agar yoqsa yoki yoqmasa kommentlarga yozib qo'yinglar va albatta shu videoni orqasidan 100 ta emas, 10 ta like yig'ilsa men 21-mart, ya'ni Navro'z kuniga Darkseid haqida video olaman. U juda ham qiziqarli, ya'ni mana bu Sentrydan ko'proq ma'lumotlarni aytib o'taman. U video bemalol 5 daqiqadan ko'p bo'ladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va shu videoga like bosinglar. Hozirgi bizning maqsadimiz 550 dona obunachi. Hammaga xayr deb qolaman va kelayotgan bayramingiz bilan. Hammaga xayr. Всем пока.